O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan korrupsiyaga qarshi davlat boshqaruvida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash hamda manfaatlar to'qnashuvini oldini olish bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi tizimli ishlar olib borilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-dekabrdagi BF 270-son hamda 2025-yil 26-dekabrdagi BF 259-son farmonlari ijrosini ta'minlash maqsadida vazirlik Compliance bo'limi tomonidan davlat xaridlari ustidan nazoratning yangi mexanizmi joriy etildi. Mazkur tartibga ko'ra, davlat xaridining qonunchilikka muvofiqligi, tasdiqlangan reja jadval asosida amalga oshirilishi hamda boshlang'ich narxning iqtisodiy jihatdan asoslanganligi yuzasidan majburiy compliance xulosasi berish mexanizmi joriy etildi. Shuningdek, vazirlikning ichki me'yoriy hujjatlariga muvofiq compliance bo'limi tomonidan budjet va budjetdan tashqari mablag'larning maqsadli sarflanishi, moliyaviy intizomiga rioya etilishi, korrupsiyaviy xavflarning oldini olish hamda xodimlar tomonidan odob axloq qoidalariga rioya etilishi yuzasidan tizimli nazorat ishlari amalga oshirilmoqda. Joriy yil davomida compliance bo'limi tashabbusi bilan 2 xizmat tekshiruvi o'tkazilib, aniqlangan kamchiliklar bo'yicha mas'ul rahbar va xodimlarga belgilangan tartibda ogohlantirishlar berildi hamda tegishli tavsiyalar berildi. Shuningdek, manfaatlar to'qnashuvini oldini olish, moliyaviy operatsiyalarni compliance bo'limi bilan majburiy kelishish mexanizmini kuchaytirish hamda shartnomalar aylanishini tartibga soluvchi ichki yo'riqnoma ishlab chiqilishi yuzasidan vazirlik rahbariyatiga takliflar kiritildi. Manfaatlar to'qnashuvini boshqarish tizimini takomillashtirish maqsadida vazirlik tizimidagi xodimlardan ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi deklaratsiyalari qabul olinib, o'tkazilgan tahlillar natijasida tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq holatlar hamda qarindoshlik, nepotizm xavflari aniqlanib, ular bo'yicha odob axloq komissiyasi tomonidan tegishli qaror qabul qilindi. Xususan, tadbirkorlik faoliyatida ishtirok etayotgan xodimlarga amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq ulushlarni belgilangan muddatlarda realizatsiya qilish haqida topshiriqlar berildi. Aniqlangan nepotizm holatlari bo'yicha esa manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik hamda xodimlar bo'ysunuvi bilan bog'liq xavflarni bartaraf etish bo'yicha choralar ko'rildi. Bundan tashqari, vazirlikda ISO 37.001/2025 korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimi xalqaro standartlari talablarini joriy etish hamda sertifikat olish bo'yicha kompleks ishlar davom ettirilmoqda. Mazkur jarayon doirasida vazirlikning korrupsiyaga qarshi kurashish, manfaatlar to'qnashuvini boshqarish va odob axloq qoidalariga oid ichki me'yoriy hujjatlar to'liq qayta ko'rib chiqildi. Xususan, 2026-yil 2-iyundagi Investitsiyalar, sanoat savdo vazirligining elektron son buyrug'i bilan 15 ta ichki me'yoriy hujjat yangi tahrirda tasdiqlandi. 2 ta yangi idoraviy hujjat qabul qilindi. Shuningdek, vazirlikning barcha vazifa va funksiyalari korrupsiyaviy xavf-xatarlardan baholashdan o'tkazilib, vazirlik faoliyatidagi korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi shakllantirildi hamda ularni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Kelgusida ham compliance bo'limi tomonidan vazirlik tizimida qonuniylik, ochiqlik, shaffoflik va halollik tomonlarini mustahkamlash, korrupsiyani oldini olish hamda xalqaro standartlarga mos boshqaruv tizimini shakllantirish bo'yicha ishlar izchil davom ettiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.